Alzheimer kasalligi, ya'ni demensiya bizda ham ko'payib bormoqda. Buning asosiy sababi bosh miya katta yarim sharlarni kichrayib borishi, ya'ni atrofiyaga uchrashi. Bu kasallik ayniqsa 60 dan oshganlarda ko'p uchraydi. Uni turi ham ko'p, lekin umumlashtirib oladigan demensiya degan tushuncha bor. Demensiya degani inson uchun xos bo'lgan barcha oliy ruhiy funksiyalarni pasayib borishi. Ular nima? Diqqat, xotira, tafakkur, ayniqsa mana shu 3 ta funksiya, iroda, motivatsiya, haligi bizada praksis deydi, gnozis deydi, ya'ni inson bajara oladigan avvalgi o'zini o'quvi yo'qolib borishi va ko'rgan insonlarni tanishni yo'qolib borishi bilan namoyon bo'ladigan kasallik, Alzheimer kasalligi. Bu kasallikka o'xshab namoyon bo'ladigan vaskulyar demensiya degani bor. Ya'ni bosh miyada qon tomir kasalliklari tufayli, ateroskleroz tufayli, arterial gipertoniya tufayli, qandli diabet tufayli yoki bosh miyaning tez jarohatlarini olganlarda bosh miya to'qimalari kichrayib borishi bilan namoyon bo'ladigan holatlarda demensiya rivojlanadi. Mana Alzheimer kasalligi bilan demensiyani men belgilari juda o'xshash bo'lgani uchun xalqona tilda tushuntirib berishga harakat qilaman. Agarda sizni otangizda, onangizda jim o'tirishini kuzatsangiz, mana kuni bilan davrada o'tirsa ham jim o'tiradi. O'zi gapirmaydi. Hattoki men tushlik paytida och bo'ldim yoki kechqurungi ovqat paytida och bo'ldim deb gapirmasa, ust boshiga e'tibor qilish kamaysa, turib yurib harakat qilishlari kamaysa, ko'chaga chiqsa adashib uyini topolmay yursa, biroz muddat o'tgandan keyin, 1-2 yil o'tgandan keyin kelin qo'shni deb qolsa, o'zini 30 ga 40 ga kirgan qiziga yoki 30-40 ga kirgan o'g'liga sizga kim kerak deb qolsa, nabiralarning ismini, farzandlarning ismini unutib qo'ysa yoki o'zi ko'rgan narsalarni tanimay qo'ysa, hali aytgandek ko'chaga chiqsa adashib qolsa, demak unda demensiya, Alzheimer kasalligi rivojlanayotgan bo'lishi mumkin. Odatda bu holat tez insult bo'lganlarda, hadeb qon bosimi oshaveradiganlarda, aterosklerozda vaskulyar demensiya degan holat bo'ladi. Ba'zan o'zimiz qayta tekshirishga majbur bo'lamiz, chunki qon tomir va ateroskleroz kasalligi tufayli hosil bo'lgan demensiya sal boshqacharoq xususiyatga ega. Alzheimer kasalligida qon bosim oshishi shart emas. Bosh miya jarohatini olishi shart emas. Men aytgan belgilar o'z-o'zidan paydo bo'laveradi-da, MRT qilsa miya yaxshigina haligi yong'oq bo'ladi-yu, bujimayib qolgan. Shunaqa holatda bo'ladi. Yana men shu yerda aytib o'tay. Agar ana mening 1000 betli kitobimda yozganman, Alzheimer kasalligiga yoki bo'lmasa demensiyaga olib keluvchi kasalliklar sababini qarab chiqsangiz, eng pastki qismida vitamin 12 yetishmovchiligidan joyi bor. Doimo gemorroy bo'lib, mana hozir ko'paygan, qon ketib yuradigan yoki bachadonidan qon ketib yuradigan, doimo, ayniqsa mana men gemorroyni aytaman, odamlarda vitamin 12 kamayadi-da, bor bularda ham demensiya rivojlanishi mumkin. Olimlar majbur bo'ldi 20 ga yaqin demensiyaning sabablari ichida o'sha yerga tiqib yuborishga. Doimiy qon ketishlar, vitamin B12 yetishmovchiligi, temir moddasining yetishmovchiligi ham xotira pasayib, keyin tafakkur torayib, Alzheimer kasalligiga o'xshagan holat, demensiyalar kelib chiqishini yozib qoldirishgan. Xo'sh, nima qilish kerak? Qanday tashxis qo'yiladi? Tashxis hozirgi men aytgan belgilarga qarab, MRTdagi atrofiyaga qarab, sekin rivojlanib borishiga qarab tashxis qo'yiladi. Bu yerda keyin neyropsixologik testlar o'tkaziladi. Biz uyda qanaqa aniqlashimiz mumkin desangizlar, mana shu deylik, chashkadan oldida suv ichdi. Otangiz yoki onangiz, oling choy iching dedingiz.
Adajon, oyijon, bu nima deb so'ranglar. Haligi nima edi-yu, choy ichadigan deydi. Lekin buni kurushka deb ayta olmaydi. Keyin mana bu nima deb so'ranglar. Ayta olmaydi. Ya'ni ko'rgan narsalarni, avvaldan taniydigan narsalarning nomini aytib bera olmaslik ham Alsgeymer kasalligining yoki bo'lmasa demensiyaning dastlabki belgisi. Buni tarilka deb ayta olmaydi. Bilasizlar, yosh kattalar ko'pisi ko'z oynak taqadi. Sekin bu nima deb so'rasangiz, buni ham aytib bera olmaydi. Xohlagan narsa. Bu nima deb so'rasangiz, divan deb ayta olmaydi. Bu nima deb so'rasangiz, shkaf deb ayta olmaydi. Uyda bizlar qanday bilsak bo'ladi? Otamda, onamda yoki buvamda, buvimda Alsgeymer rivojlangan desangiz, xohlagan buyumni ko'rsatingda bu nima deb so'rang. Yoki ro'parasida o'tiringda chap qo'lingizni ko'taring deng. Mana deb darrov chap qo'lni ko'taradi. Lekin ro'parasida turingda, qani meni chap qo'limni ko'rsatingchi deng. O'sha tomondagi qo'lni ko'rsatadi, ya'ni siz o'ng qo'lingizni ko'rsatadi. Mana dastlabki belgilari shu. Keyin ko'pincha uyqusini so'ranglar. Alsgeymer kasalligi boshlanishidan oldin, xuddi Parkinsonizm kasalligidagidek, uzoq muddat avval uyqu yo'qoladi. Va hid bilish yo'qoladi. Bu hammasida emas, ba'zilarida. Albatta bunday holatni ko'rsangiz, buni davosi bormi deb so'rashadi. Butun dunyoda kuchli laboratoriyalar ishlamoqda. Mana masalan, Amerika prezidenti Ronald Reagan'da Alsgeymer bo'lgan. U hatto xotinini tanimay qolgan. Oxirgi paytlarda unga oyna tutishganda bu kim deb so'rasa, o'zini tanimay qolgan. Keyin agent 007 ni o'ynagan Sean Connery'da Alsgeymer kasalligi bo'lgan mashhur odamlarda. Davosi endi uni haqida men nima deyman, qancha erta boshlasa bu kasallikning zo'rayib borishini shuncha ushlab turish mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.